Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi oshxona mebel high-tech variantida poldan potolokgacha bo'ladi. Korpuslarimizni yig'ib qo'yganmiz, sekin qo'yib ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Chekka taraflari zeleniy ekvivalent akrilda, o'rta qismi oq, u ham akrilda. Xolodilnikka joy bo'ldi, gaz ballonga joy bo'ldi. Taraf gaz balloni joyi. O'sha tumbuchkalar, suxoy xolodilnigi. Xo'p, Xitoy moyka rossiyskiy stelishni gaz bilan vitishkalari klient olib kelganlar, biz qo'yib berganmiz. 190lik xolodilnikka joy. Svet yo'qligiga svetimiz ozgina pastroq chiqyapti. $16 million so'mga mashq holati tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyga kutib qolamiz.